3 xona, 4 xona qilingan uyimizni ko'rsatib o'tamiz. Uyimiz birinchi qavatda. Mana shu balkon qismi. Endi esa ichkari qismini ko'rsatib o'tamiz. Bunaqa lokatsiyadan har doim ham chiqavermaydi uylar. Ko'rishingiz mumkin podez qismi. Podezlar kodli eshiklar qo'yilgan. Bu uyimizni koridor qismi. Ko'rishingiz mumkin. Barcha xonalar alohida joylashgan. Zaldan boshlaymiz. Mana uyimiz zal qismi. Bu uyimiz Chilonzor Naqqoshlik mahallada Chilonzor metro bilan Olmazor metroga yaqin joyda Singapurskiy institutining qatorida joylashgan. Dizaynlari did bilan ishlov berilgan. Uch xona, 4 xona qilingan uyimizda o'zimizga aloqa chiqsalar albatta kelishtirib beramiz. Bu tomonda kattalar yotoqxonasi. Ko'rishingiz mumkin. Bu tomonda yana bolalar xonasi. Ventilyatorlar svetlari bilan. To'g'rida 4-xona. Barcha xonalar alohida joylashgan. Siz videoda ko'rgan barcha mebel texnikalari qoladi. Metroning shunday qilib yonginasida joylashgan. Uyimiz narxini 95.500 so'rayapmiz. Albatta o'tadigan kelishgan joylari bor. Elektrikalari ham noldan qilingan. Ko'rishingiz mumkin. Pastda batafsil ma'lumotlar yozib qoldiraman, raqam qoldiraman. Bizga aloqaga chiqsangiz, albatta chiroyli narx qilib kelishtirib beramiz. Hali remontga hech kim yashamagan. Yangi remontli barcha mebel texnikalari bilan 96 ming so'rayapmiz.